ya'ni maqolalarda nima qilishgan? Ikkala aka-ukalarni axloqqa chiqarishgan. 6 oyda 6 IELTS B2 natija olish degan fikr o'zi qayerdan kelib chiqdi? To'g'risi aka, o'zim ham uzoq o'rganganman ingliz tilini. West School berayotgan bu taklifga nisbatan atrofda juda ham ko'p negativ fikrlar paydo bo'ldi. Kerak. Endi ular to'xtamagan paytda Nimalarga tayyor turish kerak? va biz ularni o'sha paytda to'g'ri tushuntirganmiz. Sizlarda hali 3 yil vaqt bor. Assalomu alaykum Dilijan. Dilijan, West Schoolda qanchadan beri ishlayapsiz o'zi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum avvalambor. Umumiy bu sohada 9 yildan beri West School'ning aynan intensiv proyekti bo'yicha salkam 3 yildan beri. 6 oyda 6 IELTS B2 natija olish degan fikr o'zi qayerdan kelib chiqdi? Bilasizmi, albatta bu narsa talabga qarab. Ya'ni hozirgi paytda rivojlanib borayotgan ekanmiz. Shu soha, ya'ni har qanday sohada ingliz tilini bilish va sertifikatga ega bo'lishni talab qilib qo'yildi. Misol uchun, bakalavrdagi studentlar magistratura qilish uchun sohasidan qat'iy nazar tarzda nima so'ralyapti u yerda? B2 yoki IELTS sertifikati. Maktablarda bo'lsa, ya'ni o'qituvchilarni toifasini ko'tarish yokida ularda ustama summasini qo'shib olish bo'yicha aynan shu sertifikatlarni olish talab qilyapti. Va West School albatta bozordagi talab ko'rgan holatda biz taklif berishga harakat qilganmiz va bu taklifni amalga oshirganmiz. West School bu taklifni berishdan avval, ya'ni 6 oyda 6 IELTS va B2 natijani kafolatlashdan avval odamlar bu natijaga 1,5 yil 2 yil muddatda erishishi mumkin deb hisoblardi. Shaxsan o'zim ham shunaqa. 1,5 yil 2 yil o'qish kerak deb o'ylardim bunaqa natijaga erishish uchun. Lekin bu muddat 1,5 yil 2 yil muddat qanday qilib 6 oy muddatga qisqarib qoldi? To'g'risi aka, o'zim ham uzoq o'rganganman ingliz tilini. Ya'ni 1,5 yil 2 yil davom etgan o'zimni ham bu prosesni o'rganish. Lekin shunaqa narsa bo'lgan bizda. Kezi kelgan paytlarda, ya'ni biz o'zimizni bu soha ichida samarasiz bo'lgan usullarga ham o'zimiz urib ko'rganmiz. Oxirida hech nima olmaganmiz, natija ololmaganmiz u paytlarda. Ba'zi paytlarda bo'lsa juda ham effektivni bo'lgan, ya'ni samarali bo'lgan sohalarda, ya'ni masala ishlab ko'rganmiz usullarda. Va biz o'qituvchi bo'lib yetishdik. Va undan keyin o'quvchilarimizni ko'ryapmiz. Nimaga endi ular aynan bizga o'xshab turib oldingi xatolarimizni takrorlash kerak? Ya'ni nimaga ular effektivni emas bo'lgan, samarasiz bo'lgan usullarga vaqt sarflash kerak? Biz ularga nima qildik? Aynan o'zimiz tajribamizdan o'tgan, o'zimiz o'qiyotgan paytimizda bilimlarimizga, rivojlanishimizga va tezroq o'sishimizga yordam bergan har qanday usulni bir joyga jamladik. Va o'shandan keyin bizda intensiv 6 oylik proyekti paydo bo'lgan. Bu g'oya kimdan chiqdi o'zi? Aynan bu tizimni qurish g'oyasi kimdan chiqdi? Albatta asoschimiz Jamshid Rajabaliyev. Ya'ni birinchi marta West School'ga topshirganman arizamni va uzoq emas, bir hafta ichida chaqirishganda gaplashganmiz va o'sha inson menga taklif kiritgan. Bozorda allaqachon o'rganib chiqib bo'lgan ekan. Va aytgan, "Dilijon, mana shu narsani qilsak, nima deb o'ylaysiz? Ishlaydimi bu narsa?" O'zimda ham birinchi negativ bo'lgan, ya'ni qanday 6 oyda bu narsani aytish mumkin, lekin aynan o'zimni tajribam bir chekkasidan umid borligiga ko'rinib turgan va u narsaga ishonganman. Chunki oldindan proyektli narsani yaxshi ko'rganman, ya'ni oxiri bor narsa menga yoqadi. Va o'sha Jamshid Rajabaliyev menga aynan joyiga tushgan. Bir qilib ko'ramiz shuni degan. Qarasak, qilsak ham shu vaqt o'tadi, qilmasak ham shu vaqt o'tar ekan. Shuning uchun nima qildik? Biz qilib ko'rishni, agar birorta xatolik bo'lsa, xatoyimizdan saboq olib, yana ham rivojlanishni maqsad qildik. Aynan bu tizimni yaratayotganlarda 6 oyda 6 B2 natija qilish mumkinligini, shu tizimni ishlab chiqayotganda o'zingizlarda ham shubha bo'lganmi bu narsaga? Конечно aka. O'zimizda ham shubha bo'ladi. Chunki qanchalik uzoq o'zimizniki ketgan va qanchalik yaqin biz bolaga taklif qilyapmiz. Bu narsa abda shubha bo'ladi. Nafaqat o'zimizda, ya'ni yangi bizga ishga kirayotgan xodimda intensiv proyekti bo'yicha bo'limga o'tkazayotgan paytimizda ham savol beradi. Aka, o'zi mumkin bu narsa? Va ularga biz hamma narsani sistematik holatda tushuntirib berganimizdan keyin haligi odamlar nima deyishgan? Yurgan ekanman men anglizkiyda uzoq yil o'qitib, bolalarimni qiynab degan oxirgi javoblarni bizga aytishgan. Nimaga bu savolni berdim? Hozir oxirgi paytlarda aynan West School berayotgan bu taklifga nisbatan atrofda juda ham ko'p negativ fikrlar paydo bo'ldi. Shunga va bu negativ fikrlarga West School va Dilijan qanday munosabat bildiradi?
Biz munosabat bildirishdan anchagina yiroqmiz. Avvalambor o'zingiz ham eshitdingiz aka, birinchi o'rinda tushunasizda, bu bo'lmagan narsa degan narsa keladi va endi bu kichkinagina Andijon shahri. Bu paytda albatta yangilik qilib chiqargan paytda odamlar birinchi o'rinda salbiy munosabatda bo'ladi. Agar ularga gapga kirsangiz yutkazib qolib ketasiz o'yindan. Biz nima qildik? Gapga kirmadik. Chunki jahon miqyosidagi bozorlarda hozirgi paytda hayotimiz o'zida juda ham bir ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydigan texnologiyalarimiz yoki biror bir narsalarimizni avvalambor yaratilayotgan paytda aynan shu odamlar negativ bo'lishgan. Bittasini sizga aytib beraman. Ya'ni menga kimdir aytganda, menimcha yoki o'zim o'qigandim, aynan eslolmayman. Xo'p, aka paytlar. Ya'ni ular kimlar bo'lgan? Samolyotni birinchi ixtirochilari. O'shalar aynan Amerikani, aynan qaysidir sohili, eslolmayman to'g'risi. Nomlar bo'yicha uncha yaxshi emasman. Ya'ni o'sha sohilda birinchi bo'lib samolyotda uchib o'tib, dunyo tarixiga samolyotni tiriltirgan, samolyotni dunyoga keltirgan birinchi kashfiyotchilar bo'lgan. O'z davrida o'sha insonlarda davridagi odamlar, hattoki gazeta insonlari ham, ya'ni maqolalarda nima qilishgan? Ikkala aka-ukalarni ahmoqqa chiqarishgan. Lekin aynan shularni to'xtamaganligi sharafiga hozirgi paytda bizning sayohatlarimiz, davlatimizga kelayotgan importlar, eksportlar aynan ularning kashfiyotlari orqali amalga oshirilyapti. Biz bundan xursand bo'lishimiz kerak. Endi ular to'xtamagan paytda nimaga ta'lim sohasidagi vakillar to'xtashi kerak? Biz har doim rivojlanish tarafdorimiz. Bu tizimning g'oyasi chiqibdi, yaratildi va bu tizim qanday ishlayapti hozir? Xo'p, bu sistema o'zini har doim update qilib boradi. Ya'ni 3 yil oldingi intensiv proyekti bilan hozirgi intensiv proyektning tubdan farqi bor. Ya'ni u paytda biz endi tajribada boshlaganmiz, birinchi o'rinda xato qilsak o'rganamiz va g'alaba qozonsak o'zimizdan xursand bo'lamiz. Va xatolar ko'zga ko'ringan o'sha paytlarning o'zida biz ularga yechim topganmiz. Va hozirgi paytda intensiv anchagina tizimlashgan loyiha. Va u hozirgi paytda Andijon bozoridagi ta'lim sohasidagi insonlarga, o'quvchilarga, yoshlarga o'zini unikal servisi bilan juda ham bir yaxshi nom qozongan va bozorda aynan o'zini sifatli o'rni bor. Intensivda o'qimoqchi bo'layotgan bola, ya'ni kursga yozilish uchun nimalarga tayyor turish kerak? Bu savolni mendan ko'p so'rashadi. Даже faqatgina o'quvchi emas, yangi aytganimdek o'qituvchilarning o'zi ham bu aynan kim uchun bu kurs aka deyshadi. Men har doim javobim bir xil bo'lgan. Qanaqa bo'ladi? Ya'ni bu narsa avvalambor maqsadli insonlar uchun. Ya'ni qanday tarzda maqsadli? Kelgusi yarim yilda, let's say 6 oy yokida 7 oy ichida o'zini shaxsiy kasbiy hayotini tubdan o'zgartirishga va yangi darajaga olib chiqishga prioritetini yo'qib qo'ygan insonlarga bu loyihamiz juda ham qo'l keladi. Shunaqa paytlar bo'lgan tajribamizda bizni kursimizga 8-sinf bolalari qiziqish bildirgan va kirib o'tirishgan. Va biz ularni o'sha paytda to'g'ri tushuntirganmiz. Sizlarda hali 3 yil vaqt bor. Nimaga endi hozir energiyangizni, vaqtingizni, naqdingizni sarflab bu yerda 6 oylik kurs o'tiribsiz? Undan ko'ra boring. Ora kunlik kursda o'qing. Ya'ni BTU yoki 6 emas, 7 IELTS soling. Bu aynan kim uchun? Bu aynan shu yarim yil ichida o'zgartirish kiritmoqchi bo'lgan insonlar uchun. Sizlarda hali 3 yil vaqtingiz bor. Aynan shuning uchun ham men aytishim mumkin, bu proyektimiz prioriteti bor bo'lgan insonlarga. Menda yana bitta savol tug'ilib qoldi. West School berayotgan taklifda 0 dan boshlab 6 oyda 6 IELTS va B2 olib berish bor. Bu taklifdagi o'sha 0 so'zini qanday tushunishimiz kerak? Buni tushunish juda ham oddiy. Ya'ni angliski IELTS umuman 0 uchun 0 degan odam bu albatta beginner darajadagi inson bo'ladi. Yana o'zimiz olib ko'rishimiz kerak-da. U odam IELTS 0 ni bilyapti o'sha. U narsa hayotiga qanchalik kerakligini bilyapti. U inson unchalik 0 emas albatta. Endi 0 deb kim tushunamiz? Umuman IELTS yoki 0 nimaga kerak? Ularning hayotida u narsani qanday bir muhimligi bor yoki yo'q ekanligini hali tushunmagan insonlar aynan bu angliski uchun 0 bo'ladi. Lekin IELTS hamda 0 ni o'rganmoqchi bo'lgan odam, muhimligini bilgan odam 0 degani albatta bu ularni beginner levelda ekanligini bildiradi. Va hozirgi payt atrofimizda umuman 0 bilan topishimiz juda ham qiyin. Albatta ular 1 yil yoki 1 kurs, 1 oy qayerdadir o'qigan bo'ladi. West Schoolga intensiv kursiga qabul qilish jarayoni qanday kechadi? Butunlay 0 bolani qabul qilasizlarmi?
Butunlay 0 bolani desak, bu yerda ozgina xato bo'ladi. Biz ular bilan gaplashamiz. Ya'ni ularni oldingi tajribalari ingliz tili bo'yicha oldin birortada o'qiganmi yoki yo'qmi? Yoki o'zi nima kerak u insonga? Maqsadli tarzda o'rganib chiqamiz. Va undan keyin agar ozgina o'qigan bo'ladigan bo'lsa, bizda maxsus dasturimiz bor. Ularni bilimlarini sinovdan o'tkazish uchun shularni beramiz. Va u orqali biz o'quvchilarni o'zimizni intensiv proyektga yo'naltiramiz va ular o'zlarini sarguzashtini, ya'ni intensiv bo'yicha sayohatini birinchi oydan boshlashadi. Javoblar uchun rahmat Dilijan. O'ylaymanki, siz ham o'zingizni qiziqtirgan savollarga javoblar oldingiz. Negativ va qiziquvchi insonlar ham videodan o'ziga kerakli xulosani chiqarib oldi degan umiddaman. Vesta School imkoniyatlarni kengaytiramiz.